Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, hurmatli yurtdoshlar. Bize hozir Urganch shahar markazına geldik. Türk bozorina geldik yine. Türk bozorina. Bu yerda baholar arzon deb turibdilar. Boshqa bozorlarga nisbatan, do'konlarga nisbatan arzon deb turibdilar. Kiyimli. Yana solishtirib ko'rasizlar baholarni. Ikki yonni solishtirib ko'rasizlar. Keyin ko'raverasizlar. Manzilga keladigan bo'lsak. Bunda aloqa Avto Lider Oybek avtosaloni, onda moda bozori. Keyin bu yerda avtoshop saloni bor, mashina saloni. Shuni yonida bu yana. Ko'rsatib beramiz. Turk bozori. Rasmimni to'g'ri tushirib beraveramiz shuni o'zinda. Ha, tumalaqi bor. Chep tushirishni bilasan? Gitdik. Esa baholar bilan danishib boraveramiz video davomida. Ketdik. Bu yerda no mahsulotlar bor. Masalan, soatdan tortib hamma mahsulot bor ekan. Bu yerda soatlar ham bor ekan. Yurib turganlaringizni. 180 145 ming so'm ekan bu soat. Bu 180 ming so'm ekan bu soat. Bu tersine qapti 145. Ular soatlar bor ekan shu yerda. 200 ming so'mdan bor ekan bu yerda. Ketdik. Keyin bu yerda mana bu mahsulotlar bor ekan, qo'llashni. Mana shu 9 ming so'm beramiz. 9 ming so'm. 62 ming so'm. Shamponlar. Keyin mana bu 7 ming so'm ekan. Keyin suvlar necha so'm. Bularning baholari yozilgan ekan. Ha, ko'rsatib beramiz. 7 ming so'm, 12 ming so'm, 7, 6. Teydi o 4 ming. Keyin cho'tkalarimiz 10 ming so'm. Keyin bunda krem 18 ming. Bunda yana Pampers 48 ming so'm ekan, shu durishi rozi bo'ladimi? Lalaku 48, bu ham 48 ekan. Keyin Xullas bu mag'az meydachida. Yana bu vajlarni ham ko'rib beramiz. 62. Bular 11 ming so'm ekan, ferilar. Keyin bu narsalar 15 ming so'm ekan. Zo'r tushunadiganlar kommentariyada yozib beraveringlar. Men birinchi girishim bunday magazina. Shuncha tushunadiganlar yozib beraverasizlar. To'shni. Bu 68 ming ekan bu shampun. Bular 27 ming so'm. Yani bularni qara. 38 ming so'm ekan. Xullas, olaveramiz ekan. O'zi baholanmaydi. Keyin Clear zo'r shampun. Bahosi yozilganmi? Necha? 34 ming so'm ekan. Head & Shoulders. Necha so'm? 42 ming so'm. Clear 34. Bu boshqacha rengi, tashqarisi ko'k rengi, bunday rang. Keyin yana bu 10 ming so'm. Mahsulot. Keyin necha so'm ekan? 14 ming so'm ekan bu mahsulotlarimiz. Bular 31 ming so'm. Solishtirib ko'raverasizlar bozorlarni, narx-navolarni. Agar qaysi arzon bo'lsa, ko'raverasizlar. Ina shu soda. Persil 80 ming so'm ekan. Keyin bu 20 ming so'm ekan. 3 ming so'm olmasa kerak. Yozilib turgan bo'lishi kerak hozir. Bular 20 ming so'm. Ko'rib turganlaringiz ajoyib. Bu sodalar 55 ming so'm edi. Keyin bular 80 dan ekan. Keyin Aquamarine kislorodniy 30 ming so'm ekan. Xullas, 36 yana. Keyin bunda sovunlar bor ekan.
13.000 so'm. Bular 8'de. Bular 10.000'dan ekan. Şampulla. Yetaveradi, ha. Bular 18.000 so'm. 15.000 so'm. O hokazo bular 9. Yaxshimisan? Yaxshi bo'lmasa? Dersler kaç gibi? Bunda giyimlar. Yani endi giyim. Evet, resonuyla ıslatıştılar Tak. kaç gibi? Bunda kayışlar. 25.000 so'mdan mı? Kayışlar. 25.000 so'mdan gitar ekan. Keyin bunda so'mkalar bor ekan. Bunda 250.000 so'm. 250.000 so'mdan ekan. Her xilidan boyna. 220.000 so'm, bular 250. Keyin bular bo'yina mashina qo'yib o'tiradigan vazi o'xshaydi bular. Samolyot yo'q. Mashinadan foydalanavermaymi? Bular 45.000 so'm. Bunda so'mkalar. So'mkalarda baho bormi ekan? 145.000 so'm ekan. Keyin bular 250 o'xshaydi. Yo'q, bunda qimmatlar ham bor ekan. 405.000 so'm ekan. Shu. Bunisi ham tutaqra. 405.000 so'm. Keyin bu so'mkalar 145 ekan depada ular. Bular 300.000 ham bor ekan. 250. 250. Bunda giyinish xonalari, giyinib yechinish. Tak, endi bize giyimlarni tushirib, o'shandan qaytaveramiz hozir. Bu yandan kelaveramiz giyimlarni gaman. Shalvorlarni tushirsak, mana shu shalvor ina. Bu shalvorning bahasi 135. 135.000 so'm ekan shu. Bular 130 ina. Bunun bahası 135 ekan shu. 135 ne? Shunda bularning baholari necha ekan? 135 ekan, shu o'rtada hammasi. 130, 135 ekan. 135, 130 adam. Yo'q, bunda boshqacha ekan. Bu yanning bahasi 170 ina shular. 170. 126 ham bor ekan bu yerda. Keyin 120 ga ham bor ekan. Keyin bunda 170.000 so'm ekan shular. Boyna 126 ina. Rangini ham ko'rsatib borda nalarini ina. Kelali. Novej bu 126.000 so'm deyishlari mumkin da ina. Mana. 121 topshimda. Ya birini ochib ko'rsataylik shu. Mana. Mana shu Novej bu. Yipli, sadapli. Ajoyib, qalin, hozir qishda kiyaveradigan vejina. Turganlaringizni. Shu vejina, Novej deb so'rallar uchun. Necha mana bahasi? Ya, 126.000 so'm ekan shu vej. Keyin plus 170 dan 126.000 so'mdan bor. 120.000 so'mdan bor ekan bu yerda. Salom. Bana qarashdingizmi? Chalvorlar berganda xiylas. Bularni ham ko'ramiz. Nimaning xiylalari? Chalvorni 135. Ha? Hozir bosib tushuntirib keplar. 135. Bunachi? 186 ekan. 186.000 so'm. Mana shu vejina. Yo'q, brend. Ya, shu brend. Tak, deb yanına tushiramiz. Shepkalarni. Shepkalar 48.000 so'm ekan shular. Keyin, bunday shepkalarni 55.000 so'm ekan. 55.000 so'm. Bu yana
Yanam 55 ekan. Tepada olana. Bola 48 ming so'm. İstanbul 55 ming so'm ekan. Tak. Endi bize hozir yana bir qiziqli yeri. Neni tushirib beradi? Kurtkalar hozir qishku. Qish keldi yana. Kurtkalarni ko'rsatib beramiz. Yani şu kurtkiye. Kimiki bu anda ne farkı yok. Ya 290 ming so'm. Tak, iş kurtkani hozir ko'ramiz. 940 ming so'm ekanmi? Yani yigit ko'radi qani? Sen tushiraver, değil mi? Oho. Üstünden giyiveremiz ha. Ver bir ne bu? Kostyum bu. 54 ekan ha. 54 mağullu olsa gerek. Benimce. Hoppa. Yok. Bu vardı koy bu. Resimden düşürüver bir. Düşürdün mü? 54 dedik mi? 54 ma. Bulup vardı mı? 1 milyon 225 ming so'm ekan bu. Lekin çok güvecek ekan lekin bu. Sedef joylari bunda. Az sedefini ildiramiz. Ana. Çek. Çok iyi oldu mu? Aynası nerede ekan bu? Ha? Ha, onda ekan. Ayna. Ama doğru yap vardı bu. Kaçtı? 54 miydi bu? Rezmeri? 54. Özüm 52 giyeme. 54 hem bolup vardı yine. Hiç ayıp. Gel orası da giyinmek için. Hoppa. Tak endi. Ular 6 ming so'm ekan. Ular pechinami? Ya, pechinali 13 ming so'm ekan yana. Ko'rsatib. 13 ming so'm. 13. Ular ham 13 mi? 13 ha? Ular ne? 18 değil mi? 10. Yok 12 ku. 12 bu. 12, 13. 12. Bular 7 ekan. 7 ming so'm ha? Bular ne? Bularda var mı yazılganı? Bu 14. Var ekan bunda. 6 ming so'm ekan yana. Waffle. Pechinli. 13. Bular 9 ming so'm değil mi? Tak, şokoladina Türkmenistan bozorida tinigun qaratib beramiz. Şokoladdan arzon edi. Bizlarda yana 27 ming so'm ekan. Çünkü 1 kilo chiqadimi bu? Bular işi doğrusu 27 ming so'm ekan. Ya, bu ham 27. Bular necha 15 mi bu? 25 mi ya? Ha şunun bahasını gör 17 ekan ha? 17 ming so'm ekan. Onu attık ha. Bu 13 ming şu peçine. Lember peçinesi 13 ming so'm. Qay bular? 8. Necha so'm? 10 ming so'm ekan yana. 10 ming. 13 ming so'm. 8. 13. 8. 8 ming so'm ha. Chocolatella. Bunda. Necha ekan bahası? Yazılıp turgani bu DP'si mi, P'si mi? Böyle 35 deb yazılıp turibdi, ne? 30. Ha, özünde bor ekan. 36 ha? 36 yazılıp turibdi. Tak. Men buni hozir точно aytib ko'rsatamiz, yine. 27. 22. 27 so'm ekan. Ne, ming so'm. Plus buni ham ko'ramiz. Mana 35 ming so'm ekan. Inshaalloh yana.
Görüp turganlaryňyzy. Tepegem şu vece ahira. Ýa bu başga vece okşydy bu. Bu 23 000 so'm ekan ýa. Tak, indi kurt gelen görmedik ah yana. Ben ne? O 400 000 so'm ekan. Şu kurt gelen. Ama 340 şunu boşa istedik yani bir yerde yine. Benler de ola 290 bin yine. Adam bahar giyse oladım soğukta içinden bir vec bilen giyesiler. Bahargı bu. Bahar küzgü vecler bu. Bahaların içe 375 000 so'm. Ona ki 340 000 so'm ekan. Şu vec. Bas bulan içe so'm ekan. Bahası var mı? 430 demek. Bulan şu vec. 430 000 so'm ena. Yine bahanı yaxşı et görsət. Bu 450 yok. Bahası mı? Dur himanda ekan baha. 350 000 so'm. Şu kurtga. Bulan şu vec şu. Yok bu 410 ekan. Bu 360 ekan. Bu 230. 290. Kemada bular 105 000 so'mdan ekan giyimlerine. 105, 180 hem bu giyimlerine. Çok güvecli. 180. Bu giyimler 105 000 so'm. 180 000 so'm. Bular 135 000 so'm. Telefon numarası sorup aldı. 170, 195. Bular 205 000 so'm. Kemunda top alan lazım. Top 25 000 so'm ekan. 25 hemmesi 25 okşaydı. 25 000 so'mdan. Köşle. O, ena ne dedi? 67 000 so'm. Skit ekan. Götürmeler hemmesi 67 000 so'm ekan şu krasovka. Ha birine görpettirip burunma ena. Giye öğreten ki. Şu atım mı? Hı? Çok güvec ha. 67 ha. 67 000 so'm. Normal güvecler koy bu. Ha? Doğru mu? 67'ye varsa ha? 67 000 so'm. Da bir stop verip nazat. Ha bu yanda köşle var ekan. Köşle. Yine şimdi brand esasında. Falan yerde yazılan ya şurada o baha 456 mı? Nerede yazıldı? İşim 230 000 so'm ha? Doğru mu? 230. Üstünden bam ya. Yani bu yine 250 000 so'm ekan yine. Yumuşak, çok güvecli. 250 000 so'm ekan şu. Ya. Ko'rsatib beraman. 250 000 so'm. Bu 270 000 so'm ekan yine. Ya. Bu 250. Keyin bunda nachosli qishdan giyadi onu var ekan. Buni bahasini çekeyim. Buni bahası yazılmoqda demek ki 250 etrafında. Xullas, yana 180 ekan bu. Yani bu 180 ekan, içibdi bitlina. Tibetli yurtmalarımızda 180 000 so'm ekan. Bu 150 000 so'm ekan ish ko'rishini. Kamera 2 kulab shu aniq ko'rsatdi. Shu 150 000 so'm ekan. Ha shuni ko'rishlar, gelib ko'rib olaverasizlar ina. Masalan, buni bahasi qiziq bo'lishi mumkin, buniki qiziq bo'lishi mumkin. Bu bahalari 285 000 so'm ekan shu vajini. Tak, bu ham shu baha demak 285 000 so'm ena. Bu ham ena. Bunlarimizni. Tak, bu 280 000 so'm ekan. Zamoqli. Ko'ramiz chiqqina. Chiqib getirib giyib, chiqib getirib ilikda berasizmi? 280 000 so'm ekan.
İçine acayip haylar. Lafon. Keyin bu ham doğru loşya bilan yekitilaveradi u. Birini aldim. 265 ha. 265 ming so'm ekan. Endi bu 210 ming so'm ekan. Ichida bitlana qishqi. Doğru loşya bilan yekitilaveradi. Bu yana 205 ming so'm yana bog'li variant ekan. Tak, bir de bog'lama vezlar ham bor ekan. Bu 290 ming so'm ekan, qishqi. Ichida bitli zamoqli. Yurtda olanlarimizni. Ajoyib. Mashinalar 34 ming so'm, 34 ming so'm yana har xil mashinalardan bor ekan o'yinchoqlar. Velosiped bolalarning o'yinchoqlari, bunday o'yinchoqlar, mashinalar. Keyin bunday o'yinchoqlar ham bor ekan. Ular olay. Keyin masalan ko'p odam bunday shunday o'yinchoqlar olib berishni o'ylab edi, ba'zi yasashni o'rganadi, xolos. 105 ming so'm ekan. Bunda velosiped bor ekan. 7 ming so'm ekan, seplar ham. Keyin bunda bu ham shunday o'yinchoqlar, xolos. 80 ming so'm ekan. Bunday o'yinchoqlar bor ekan, har xil. O'yinchoqning turi ko'p ekan, to'g'risi, va hokazo kelaverasizlar, ajoyib. 105 ming so'm ekan, arzon bo'lsa, ko'rasizlar, kelaverasizlar. Ko'shlar bu yoqda yo'q kerak. Bir 39 razmer berdi, ha? Mana. Bizga o'xshash ketadigan biltiraqan krasavkami? Bahasi 220 ming so'm. Ya. Ko'rsatib beramiz. 220 ming so'm ekan, yana shu vech. Tak, endi bu vechimiz. Chotki ko'rinishi ham uydan. Chotki vech. Bu 280 ming so'm ekan. Xolos yetaveradi. Endi bu shu uyda 250 yetaveradi. Endi bu bahasi 39 da biraz ko'p. 39. Qani bir? 180 ekan bahasi. Xolos ko'nglingiz ne istasangiz ko'rishni xohlasangiz bor ekan. Yana shu 250 ming so'm. 250 xolos bundan tortiqladi. Yana ish ko'rish, 230 ming so'm ekan. Yumshoq. Ajoyib bo'sh. Keyin kimgadir bunday yoqishi mumkin. Bu 255 ming so'm ekan. Bu necha so'm ekan? 190 ming so'm ekan. Neden? Bu yangi ko'rganimizda, endi bu 240 ming so'm ekan. Bu yana 160 ming so'm ekan. Keyin bu tufli. Kimgadir bunday tufli yoqishi mumkin. Bahasi 250 ming so'm ekan. Bu bahasi 250 ming so'm ekan. Nereden? Xolos, ko'rishlarning turlari ham ko'p ekan. Masalan, shuni ko'ramiz. 190 ming so'm ekan. 190 ming so'm. Böyle takol. Şunu alır göreriz kan. Evet, yıkılacak kolu. Ya durar mı ya? Emmesi yıkılacak boşuna. Tak. Şimdi bulanla göremiz. Vakası nerede ekan bu? 255 ekan.
255 ming so'm ekan. Sapok. Har xil rangidan bor ekan, 3 xil ko'rinishda. 4-5 turi ko'p ekan. Ya'ni shular qadim model ishlar. 250 ming so'm ekan. Cho'tka akkuratli bo'lib turadi. Evet, pauzani bosib. Xullas do'stlar, shu yerda turk bozorida hamma narsalar bor. Ko'shdan tortib, uni topishga, buni topishga desalar, uydagi ibridon topishga, go'ynaklar, futbolkalar, kurtka, top, bu yosh bolalar kiyimlari hamma nelardan bor ekan, arzon ekan, solishtirib ko'rasizlar, baholarni. Bemalol kelasizlar. Do'stlar. Katta magazin. Xudo xolasa, agar sizlarga qiziq bo'lsa, yana bitta magazini bor. Nam chiqar desangizlar, uni ham chiqaramiz, kommentariyada yozib bersangizlar bo'ldi. Siz uni ko'proq qarindosh-tog'alaringiz guruhlarına tarqatib qo'yamiz.